الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ning 71-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo bizni ichki iymoniy qurilmamizga xotirjam qildi. Islomning asosiy prinsiplarininki omonat asosida quriladiganligini bizga alohida eskartdi. Omonatga rioya qilinganida ikkinchi hech qanday masalaninki chiqmaydiganligi o'zaro da'talash, ixtilof, davolashishga bormaydiganligimiz, jamiyatninki tinch, amon mangadiganligi haqida so'zlab bo'lgandan keyin agar aramizda shunda masalalarga sal qarash, beparvolik yuz berib qilib omonatni joyida ado qilmagan vaqtda da'talash chiqadiganligi, bu vaqtida adli adolat bilan hukm qilish bobi o'z rolini o'ynaydiganligi va mushu hukm bobiga kelgan vaqtida bizning tog'utlarga emas, Alloh va Allohning rasuliga hukm qildirishimizningki kerakligini ilgirki oyatlarda eskartib o'tgan. Biz bu nuqtalarni qaragan vaqtimizda omonatga rioya qilingan va omonat ado qilinmagan vaqtlar qanday bir sabab tufaylidan adl adolat bilan hukm chiqarilish asos bo'lgan bir jamiyatda hech qanday bir masalani ko'rmaymiz. Aksi taqdirda, ya'ni omonat rioya qilinmagan, omonat o'z egasiga topshirilmagan, undan keyin chiqqan masalalardagi hukm chiqarishlarda adl adolat asosiy prinsip bo'lmagan, Allohning rasuliga emas, tog'utlarga hukm chiqarilish asosiy prinsip bo'lgan jamiyatlarda biz sog'lomlikni ko'rmaymiz. Bunda jamiyatni tiriklik qana qilgan bo'ladi, o'z butunlay yamrab ketgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrida Ka'b ibn Ashraf tog'utlarning misoli sifatida o'rtaga chiqqan bo'lsa, zamonimizda har xil ismlik tog'utlar oldimizda bor, ko'z oldimizda bor. Bundan biz shuni bilalaymiz-ki, har qanday bir jamiyatda, islomiy jamiyatda bir masala chiqdi degan gap cho'qim mutlaqo bu yerda islomning asosiy prinsipi bo'lgan omonat tatbiqlanmadi va bundan chiqqan masalalarga hukm chiqarishda adl adolat yurgizilmadi degan gap. Bu bir nuqta. Bu bizning dunyoviy hayotimiz, ijtimoiy jamiyat qurilmalarimizga qarata agar amal qilsak, shu bo'yicha mangsak, xotirjam, muqim bir jamiyatga erishadigan asosiy prinsiplarni bayon qilish orqali bizni Alloh subhanahu va taolo hayotiy dunyodagi turmushimizdan xotirjam qilyotdi bizni. Endi bundan keyin biz mashta yashab Allohning rasuliga itoat qilib, bo'ysunib mangandan keyingi oxiratlik hayotimizni undan keyingi oyatlarda qana qilib bayon qilib undan bizni xotirjam qildi. Ya'ni Allohning rasuliga itoat qilganlar siddiqlar bilan bo'ladi. Payg'ambarlar bilan bo'ladi, siddiqlar bilan bo'ladi, shuhadolar bilan bo'ladi va kimlar bilan bo'ladi? Solihlar bilan billa bo'ladi. Deb bizni oxiratlik hayotimizni qana qildi, xotirjam qildi. Endi bu o'rinda bizning demakchi bo'lgan muhim nuqtalarimizdan birisi va qarindoshlar. Aslida osmon tarafdan bir payg'ambarning avatilib kitobning tushirilishi qanday vaqtda bo'ladi desa,
ziminda pasatçılık yamrab, mağdıgan yol asli belgilengen yoldan onga yoki solga qayga vaqtda buludu. Agar jamiyat normal Allah'ның urullaştırgan tertip boyunca mağsa, asman asla qana qılmaydı, aralashmaydı. Endi insanның vücududa, insanın şu onga, solga, yani doğru yoldan çetindiğin bir nefs var. Ve bu nefsinin qeşida qılgan xatalıqıga bunu keyniga çekindiradigan yeni bir taraf var, yeni bir nefs var. İnsan xatalaşıdı ya, xatalaş bolgandan keyin adamның özüne çeklep durduğun, ötküzgen hatalıqıga şunu eyiplaydigan, men nimde bunda işini qildim? Nimişki bu işini qilimiz? Ma işini qilishimiz hata deydigan bir nefs oludu. Bu insanның özüdeki bir çeklime amil. Endi insanda muşu imonat küçü, şirklik qarşı, yamanlık qarşı imonat küçü tügep ketken vaqtida muhitda urullaştırılgan bir şirklik qarşı pasatçılıkka qarşı bir imonat küçü oludu. Yani men bir yaman işten birini qildim, eski işten birini qildim ya belgilengen to'g'ri yo'lda mangmay qolgan vaqtimda meni eskartadigan etrafda birisi bo'ladi. Bu orqali inson qanday qiladi, tuziladi. Agar mashta bo'lmagan jamiyatning Allohning la'natiga uchraydiganligi aniqki, xuddi Surah Maidaning 79-oyat deyilgandek, va kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ular qilgan yomon ishni o'zaro cheklashmaydi. Ya'ni demak, bu yerda demoqchi bo'lganim shu. Biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan yashayotgan jamiyatimizning mu'min jamiyat bo'lish sifati bilan bizning vujudimizda o'zimizni yamanlıktan tosap durduğun, qılgan yaman işlerimizge qarata bizge malamat qilib turadigan bir nefsimiz var. Yani vücudumuzdaki bir çiriklikka qarşı, pazarchilikka qarşı imonat kuchimiz var. Ve cemiyette etrafımızda bir bizni cheklab turadigan, qılgan yaman ishga qarata bizni to'sib turadigan bir imonat kuchi bo'ladi, cheklash kuchi bo'ladi. Endi qachon shaxsdagi bu cheklash kuchi yo'qolgan hamon cemiyetdeki bu cheklash kuchi yo'qolgan hamon osmon arilishidi. Shu vaqtda yangi payg'ambar avatiladi, shu vaqtda yangi kitob tushiriladi agar kerakli bo'lib qolsa. Bu orqali o'z yo'lidan qaygan jamiyat o'z yo'liga kiradi. Bu Adem alayhisalomdan ta payg'ambar alayhisalomgacha davomlashib kelgan bir qonuniyat, bir prinsip. Ammo payg'ambar alayhisalomning zamoniga kelgan vaqtida endi Peygamber Aleyhisselam'ın devri kelgan vaqtida Peygamber Aleyhisselam'dan keyin Peygamber kelmaydi. Peygamber Aleyhisselam peygamberlerinki en ahirqisi Kur'an her zaman makanga yaraydigan rayon cheklemisdan, millat cheklemisdan, vaqt cheklemisdan hal qilgan bir nimon kitob. Andagan ekan bizning ummati Muhammadiyada mushu Allohiylik tufaylidan, ya'ni payg'ambar alayhisolamning oxirgi payg'ambar bo'lish, Qur'ondan keyin ikkinchi bir kitob tushmaslikdan iborat o'zalligimiz yoki xosligimiz, alohidligimiz tufaylidan bizning ummati Muhammadiyada manda bir alohidlik bor. Bayatni deganimizdek shaxslarda fasodchilik va shirklikka qarshi bir ruh var, nafs var. Ve cemiyette pasatçılık, cemiyetin şahslarında pasatçılık ve buzgunçılık'a karşı bir inkas var. Dedim ya baya misal bir yamacını qıpılıp özümge puşman qılaman bu bir. Eğer özem çekleyelgüdek halatım alıp kessem, yani çekleyemmisem, alışıp kessem, günüşüp kessem, etrafımda meni çekleydiğen bir kişiler olurdu. Bu cemiyetin şahsları doğan pasatçılık yoki buzg'unchilik qarshi bir inkas. Yani ummati Muhammadiyaning alohidligi mush ikkisidan boshqa cemiyetinin umumi toplum bir şekilde mushunga qarshi bir imonat kuchi var. Ummati Muhammadiyaning alohidligi bu. Şunlaşqa Allah Subhanahu wa taala Qur'oni Kerimda buni tasvirlab deydi: "Vel asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat."
Ve tavasav bil haq ve tavasav bis sabr. Bizning ummat Muhammadiyaga bergan eng cho'ng alohidliklardan birisi ummat Muhammadiyaning har bir shaxs boshqalarni yaxshilikqa tavsiya qiluvchi va o'zi yaxshilikqa qanday qilinuvchi tavsiya qilinuvchi. Bu nima degan gap desa, insonning ruhi, inson nafsi o'zgarib turadigan bir maxluq. Bu bilamiz buni. Bugun men yaxshi odam bir tarafda, atsi yana bir tarafda ketkizib qo'yishim mumkin. Bugun yaxshi odam bo'lgan taraf nuqtalarda men boshqalarni shu yaxshilikqa tavsiya qila olayman, ham qilishim kerak. Atsi kelib, men yana bir tarafda ojizlikim tutib xatolassam, o'zimni o'zim boshqara olmasam, yana birlari kelib, meni qanday qiladi? Yaxshilikqa tavsiya qiladi, yomonlikdan cheklaydi. Ya'ni biz ummati Muhammadiya bo'lib sifatimiz bilan ham boshqalarni yaxshilikqa tavsiya qilamiz, qila oladigan yerlarda, ham boshqalar tarafdan tavsiya qilinamiz. Qanaqdir bir toifa yoki ma'lum bir turli kishilar menga yaxshilikqa tavsiya qilinuvchi, unda qilg'uchi, unda ish yo'q. Yana bir toifa menga tavsiya qilinuvchi, unda ish yo'q. Ham tavsiya qilg'uchi alohidlik va ham tavsiya qilinuvchi alohidlik va bu ikki alohidlikni biz qanday qilishimiz kerak, qabul qilishimiz kerak. Balkim bugun men to'g'ri yo'lda boshqalarni yaxshilikqa yetaklayapman, tavsiya qilyapman. Xatolashi mumkin bir taraflarda boshqalarni tavsiya qiladi. Mushu shaklda qanday qilamiz ma'nomiz hamdi. Ya'ni ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo bizga hayoti dunyodagi biz yashaydigan bu hayotda yashaydigan hayotdagi iymonning talab bo'lgan asosiy prinsip omonatni, undan keyin omonatga parvo qilinmaslik sababidan kelib chiqqan dalilashlardagi hukmdagi adl adolatni va bu adl adolatning tog'utlar bilan hukm amalga oshmaydiganligi, Allohning Rasulining tarafga hukm qildirish kerak ekanligini bayon qilish orqali bizning xorijiy sirtqi iymoniy muhitimiz kafolatga ega bo'lgan bo'lsa, undan keyingi oyatlarda agar shu bo'yicha ma'nolasak bizning nabiylar bilan, payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shuhadolar bilan ve salihlar bilan birga bo'lish orqali qiyomatligimiz xotirjam qilingan bo'lsa, endi mushaga kelgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo 71-oyatda mu'minlarni bir ehtiyot qilib buyurib mundaq deb qo'yatdi. Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu khudu hizrakum fanfiru thubatan aw infiru jami'an. Ey mu'minlar, sizlar ehtiyot qilinglar. Sizlar guruh bo'lib qo'zg'alinglar yoki umumyuzlik qo'zg'alinglar. Endi oyat bizni nimaga xitob qilyapti? Bu nima masala desa, biz oyatni deganimizdek asli inson jamiyati yoki musulmon jamiyati xato yo'lga chiqmasa, o'zining ketayotgan to'g'ri yo'ldan adashmasa, osmon aralashmaydi. Mutlaka insanın vücudida bayatın degenimizdek kişilikki yamanlıkka karşı bir ruhning bir tarafning bo'g'inidek bizni har doim xatolik tarafga qayrib olib ketadigan yana bir nafs deb ataladigan bir tarafmo bor. Shu tarafning turtkisida jamiyatda ma'lum yamanlik, fasad, chiriklik paydo bo'ladi. Va bu chiriklik ma'lum kishilarning manfaat ob'ekti bo'ladi. Ma'lum kishilarningki manfaat ob'ekti. Endi mushu kishilar o'zining manfaatiga kafolatlik qilish uchun bu fasodchilik, chiriklik sahalarini qo'g'daydi. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratquchi bo'lib sifati bilan insonning ichki tashqi ahvollarining hammani bilguchi bo'lib sifati bilan Alloh bizga qandoq yashash, qandoq muomala qilish, qandoq shaklda masalalarni bitaraf qilishni o'rgatadi. Buni biz ahkam, qonun, dastur deb ataymiz. Allah bizni yaratquchi, bizni hammamizni biladi. Odatda bilan bilamiz, bir narsani yasag'uchi o'zi yasagan uskunini eng obdan biladigan shaxs. Bir televizor yasaydigan yoki bir telefon yasaydigan yoki har qanday bir uskun yasaydigan zavod, fabrika
Özü yasagan üskünüge en güzel şekilde işletiş kullanması düzüp çıkalaydı. Manda şekilde işletisiz. Munda oğa vaqtı bunun ömrünü uzak işleteleysiz. Bunun mayadan kaşıl çıkışı mümkün çünkü bunun manda şekli var. Bunu kaşıl çıkan vaqtı ma şekilde on şeysiz, a şekilde on şeysiz digen şekilde bir işletiş kullanması çıkarıldı. Tabi. Ama aklımızga sığamdı ki hayatda telefon yasap bakmagan ya bir üskün yasap bakmagan adam bir telefon ya üskünüge işletiş kullanması tüsse mutlaka hata tüzdüğanlığıyla. Hem de insanın dünyadaki yaşaş üçün bir prensip getirdi, bir kullanma getirdi, bir yetekçi getirdi insan yeteklep mağdığan. İnsan hayatta ma şekilde mansam buludu deydiğen bir tüzülme getirdi. Muş tüzülmeni kim en obdan tüzeleydi dese insanı yaratkan Allah obdan tüzer. Çünkü Allah insanın taşkiri tasarruf işpaliyelerden başka işki ehvallıqıcı tuluq bildi Allah subhanahu wa ta'ala. Muşu asasta insanga hayatta mağdığan kanun prensiplerini Allah belgilep berdi. Amma Allah belgilep bergen şu kaide prensipler şunda meselege uçursa yani bir tarafı taşlap koyulsa yoki ameldan qaldırılgan zaman şu vaqtda fasatçılık, çiriklik ortaga chiqadi. Bununga insaniyet tarihi guvoh bununga. Del şu vaqtida çünkü bayatan gibimle biraz izahlaş doğru kılıyordu. İnsanlar için kanun tüzümlerini tüzüdü bilimiz. Kanun tüzgüçler bizge okşaş insan boğaçqa özünün hayatında ötken bir kısım kişilik tecrübeleri yoki cemiyetten ağan bir kısım bilgen noktalarga karta tüzüdü. Bu insan boğaçqa içki dünya hem tarafını bilmeydiğen boğaçqa tüzgen kanuni prensipleri yüzeki yoludu. Yoki vaqtliq o'zi yaşagan bir davrda bo'ladi. Bilimiz davrga o'zgarib turadi. Shuni bilan vaqtning o'tishiga ergashib yoki o tuzgan qonunisi o'xshamagan muhitda ma'lum bir kishilarning manfaatiga vakillik qiladigan, ma'lum bir kishilarning zarariga sabab bo'ladigan bir tuzum bo'ladi. Buni o'zgartirishga muhtoj bo'ladi, o'zgartirdi. U yana bir joyga taqishdi, yana o'zgartirdi. Ashta qilib biz bilgan insonning qonun tuzish tarixida har 5 yilda bir qatim qonun tuzib o'zgarib turadi. Buni garchi biz jamiyatga moslashish tek ko'rganimiz bilan shu moslashmagan tarafida qurbonlik bo'lib ketgan, shuning zinining qurboni bo'lib ketgan nurg'un kishilar uni qana qilmaymiz, o'ylaymaymiz. Alloh subhanahu va taolo insonningki shaxsiy yolg'iz turgan shaxsiy dunyosidan tortib ikki odamning aralashgan bir munosabati, ko'p kishilarning aralashgan munosabati, oila munosabati, jamiyat munosabati, hatto hokim mahkumning orasidagi munosabatgacha hakim bilan fuqaroni hammani tamoman biladigan bo'lg'achqa hammaga muvofiq shaklda qonun tuzum tuzuglik qachon mushu qonun tuzum buzilgan vaqtda undan keyin osmon aralashadi. Bu qonun tuzum qachon buzildi desanglar, jamiyatdagi ma'lum odamlarning manfaati shu fasodchilik, shu buzg'unchilik, shu shaklga munosabatli bo'lib qolgan vaqtda undan keyin Allohning qonuni amaldan qoldiriladi yoki chetga chiqariladi. Şu vaqtida biz deganimizdek osmon orilishida dedik ya, burunqi zamonlarda payg'ambar avatlatdi kitobchi. Endi ummati Muhammadiyada mu'minlar bo'lish sifati bilan mu'minlar orilishdi buningga. Bunda emas. Ma'nun yo'li ma'vo, Allohning irodasi ma'vo, Allohning prinsip qoidalari ma'vo, mu'min orilishdi. Ammo haliqa fasodchilik, chiriklik, buzg'unchilikdan manfaat olayotgan kishilar o'zining manfaatini qo'g'dash uchun buni har zaman qo'g'daydi. Her zaman mushu o'zi olayotgan manfaatning to'xtab qolmasligi, buzilib ketmasligi uchun qanday qilyotdi? Mu'minlar tarafga, ya'ni mushuni buzdiganlar yoki buni cheklaydiganlar, arilishdiganlar tarafga qarata hujumga hozirlanadi. Allah del mushu nuqtada bizni alohida qanday qilib askartib, sizlar hergiz o'ylab qolmanglarki düşman uxlaydi. Düşman asla va asla uxlamaydi. Şoňaşqa sizlar ehtiyot qilishingiz kerak. Har doim tadbir elishingiz kerak. Diga asosda 71-oyatni surani sananki ya ayyuhallazina amanu khudu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Yani khudu hidrakumning lug'at ma'nosi asli, yani mu'minlar sizlar
tedbiringlarni elinglar degan gap. Ko'pincha vaqtda tarjimalarga qaragan vaqtimizda ehtiyot qilinglar, diqqat qilinglar deb tarjima qilib qo'yamiz, balki yengil chiqadi bu. Diqqat qilish ba'zi vaqtda o'zini ba'zi xim xatarlarga olmaslik, xim xatardan saqlanish ifodasi bor, lekin arabchadagi xudu hidrakumning asli ma'nosi tadbir elish. Bunun bir misal alsam, oldimizda bir xatar kelayotgan bo'lsa, men atrofdagilarga diqqat qilinglar, tadbiringlarni elinglar degan bo'lsam, u kelgan xatarga qarshi qurollaringlarni elinglar, miltiqinglarni elinglar, qilishlaringlarni elinglar degandek bir xil kelayotgan dushmanga qarshi hozirlik ifodasi. Ya'ni bu yerda bir ziyondan saqlanish uchun o'zimizni bexatar holatga olish emas, balki kelayotgan ziyonni yo'q qilish uchun hozirlik ifodasi bu. Xudu hidrakum. Shunlashqa başqa oyatlarga qarab baqqanimizda, masalan, Sura Anfalning 60-oyatiga qarab baqqanimizda, Allohning bu shakldagi ifodatini uchuq bir shaklda va a'iddu lahum mastata'tu min quwwa. Sizlar quvvat hozirlanglar, kuch hozirlanglar. Buning bir misolidan birisi at bog'lash. Demak, cho'qini jang qurollarini hozirlash. Bu orqali Allohning dushmanlarini qo'rqitsa, ya'ni Alloh mu'minlardan zamindagi fasodchilikqa qarshi, chiriklikka qarshi, buzg'unchilikqa qarshi har doim hozirlik asosida bo'lishni qanaqadir talab qilyapti. Ya'ni dushman o'zining dushmanligini oshkorlab, sizning oldinga kelishini saqlab o'tadi. U vaqtida balkim fursatning bo'lmasligi mumkin. Bo'lgandan har zaman hozirlikda bo'lish kerak. Chunki Allohning manhijining, Allohning qonunining ziminda emillishni xohlamaydigan haliqi manfaat egalari va dunyoda kishilarni shumurib semagan kishilar va butun dunyoni o'zi qul qilib yashayotgan kishilar va bular topgan birinchi fursatda sizni rahat qo'ymaydi. Fursat topaslam sizni bitarab qiladi. Anda o'gandan ey mu'minlar, sizlar bularni saqlab o'ttamanglar. Hozirdan boshlab tadbiringlarni hozirlaninglar. Chunki bu manfaat sohiblari mutlaqo sizlarga qanday qiladi, hujum qiladi degan bir shaklda Alloh subhanahu va taolo bizga nim beryapti, signal beryapti. Andan oyatning oxirida fanfiru subatin aw infiru jami'an. Subat ya'ni parcha gruppa degan ma'noda. Chunki pasachilikqa qarshi turish, dushmanga qarshi turish shu vaqtdagi jangning ehtiyojiga, shu vaqtdagi sharoitning talabiga qarab turib, ba'zida bir gruppa, ikki gruppa, 100 odam, 200 odam, balki 1000 odam, 2000 odam manda chiqishni talab qilsa, xuddi Rasululloh tarafga ehtiyojiga qarab turib, bir ikki gruppa askarlarni qanaqatdi. Ba'zida keng ko'lamlik umumiyuzlik, cho'ng kichik, to'ng pishiq hammasiningki chiqishini talab qiladigan bir vaziyat bo'lib qoladi. Bu vaqtida infiru jami'an. Hammanglar qo'zg'alib qanday qilinglar, chiqinglar da'vatidir. Endi Alloh subhanahu va taolo ehtiyot qilinglar ifodasi tarjimada shunda ehtiyot qilinglar deb qilig'liq, lekin hozirlik qilinglar, tadbir elinglar degan shaklda bizga xitob qilib, dushmanga qarshi har doim hozirlik asosida turishimizni xitob qilishida, chunki inson bo'lganlik nuqtadan, garchi mu'min bo'lsa-mu, iymon bo'lsa-mu, nazriviy qism bilan amaliy qismning o'tirida farq qo'yg'achqa. Ya'ni oldimizga kelmagan vaqtida, duch kelmagan vaqtimizda balkim biz qahramondimiz. Büyük ishlarni qilib olishimiz mumkin, ammo amaliyotga kelgan vaqtda bizning chekinib qilish ehtimolimiz bor. Bu ko'pincha vaqtda qanday bo'ladi desa, oldin ola hozirliksiz bo'lganlikdan bo'layotgan avval. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizga bir xil immonat kuchi beryapti. Masalalarning hammasini oldimizga sep qo'yyapti. Bizni ideya jihatdan va amaliy oldin ola hozirlik ko'rishga buyuryapti. Masalan, Banu Isroilning bunda bir voqealik va buni biz Sura Baqaraninki 246-oyatda o'qib o'tdik qarindoshlar. Alam tara ila al-mala'i min bani Isroil min ba'd Musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Banu Isroil o'zining payg'ambaridan o'zga bir podshoh tayinlab berishni,
Şu padişahning qo'mondonligi ostida dushman bilan urush qilishni o'zi talab qildi. Ammo payg'ambari bularning bir pishpitilmagan hozirligi bo'g'achqa bularga nim dedi? Shu oyatning o'zida hal asaytum in kutiba alaykumul qital alla tuqatilu. Agar urush farz qilinib qolsa, urush ruxsat qilinib qolsa, kendinizga chekinib olasizmi? Allah sizlarga farz qilib, urushinglar deb ustunlik vazifa belgilasa, chekinib oladigan ish chiqarmi? Nima masala nima desa, urush qilamiz degan nazariy holatdan eminiyet ko'zlangan vaqtida biraz farqliq bo'ladiganligini ahvolninki. Agar buningga ideya bayatın deganimdek ideya jihatda va amaliy tayyorlab qolmagan vaqtda chekinib olish ehtimoli bo'lganligini tilga batadi. Bular buningga binoan nima dedi shu oyatning o'zida? Nimish urushmaymiz Alloh yo'lida? Biz yurtimizdan chiqarilgan to'saq, balalarimizdan ayrilgan to'saq, vaqtdagi bir xil insondagi hissiyat. Nimish urushmaymiz? Ammo amaliy urush farz qilingan vaqtida, hamda urush qilinglar degan vaqtida qanday yo'ldashlar? Tavallaw illa qalilan minhum vallohu alimun biz-zalimin. Nurg'illar urushdan qochdi. Chiqqili unimidi? Ozgina bir qism iymoni haqiqiy mustahkam bo'lgan bir qism kishilar qana qildi, qilib qoldi. Bularning shu vaqtda ko'rsatgan bahonasi nima desa, chunki har qanday bir odamning bir bahonasi bo'ladi. Bir ishni qilmagan vaqtida o'zini oqlash uchun, o'zining shu paslikini oqlash uchun bir bahona. Buni bahonasi nima bo'ldi desa? Haliqi payg'ambar bularga Talutni podshoh qilib, qo'mondon qilib belgiladi ya. Bular buningga qarshi chiqdi. Mushu bizga qo'mondon bo'lamda. Mushu bizga podshoh bo'lamda. Biz buningdan loyiqdik. Buning hech bir mol dunyosi bo'lmasa, puli bo'lmasa, mana mao reallikqa yuzlangan vaqtda o'zini apqachishning tunji bahonasi bo'ldi. Allah subhanahu va taolo payg'ambarning tili orqali bayon qildi bularga, Alloh Talutni sizlarga tanladi. Chunki buningda sizlarga qilgan vaqtda jangga qarta ma'lumotli ko'p, bilim jihati yuqori sizlardan, ham jangga loyiq badani, qaddi qomati, jismi va bularning. Yani demek, mu'min cemiyeti pişpitilgen bir cemiyet oluş için aldın ala hazırlık oluş gerek. Ve biz ütüdüğün sınakları oluş gerek. Çünkü emeliyetler nezriye okşamaydı. Nezriyede palvalla emeliyetke gel vaxta qo'rqincha qo'yib qilishi mumkin. Şunun için peygamber bulağa tanlagan eliqi Talut, yani bularning podshohi o'ziga ergishib jang qilish uchun mong'ollarni yana bir qatim sinab baqish uchun bir östengi duch keldi. Hammasi ussab ketiklik. Bilimiz hamda jang maydoni hech qanday o'xshamaydi. Kun-kunlab och qilishimiz mumkin. Kun-kunlab ussuzlikda qilishimiz mumkin. Askarlarninki buningga o'xshagan bir shaklda kichikkina bir imtihon, kichikkina bir mashq qilish kerak. Mushada bu podshoh, yani bularning qo'mondoni Banu Isroilning o'ziga ergashgan aqab qolib qoldi. Ergashganlarining gapi juma bu. Bular dediki, innalloha mubtaliikum binahar. Allah sizni bir o'stan bilan sinmaydi. Kim shu o'standan issa, o men bilan urush qilolmaydi. Men bilan mang'olmaydi yani. Bu sapga qetlanmaydi. Kim ishmasa, u menim. Illaki bir qo'lda uvushlab elib, bak qangan şekilde emas, o'zining shu ussuzligining eng yuqori chekini azroq qandag'idek isib bo'ladi deb bir imtihon qo'ydi. Mushu imtihondimi nayta ozgina adam o'tdi. Qolganlarining ko'pinchisi qilib qoldi. Bu ikki qatimliq bir sinoq o'tdi. Birinchi qatim urushga rasmiy mangan vaqti qilib qolgan odamlar, ikkinchi qatim suv ichsizlar, ichmaysizlar degan bir imtihon sinoq bilan bu sinoqni o'tamay qilib qolgan bo'ldi. Mushu oz odamlar bilan endi Jalutdan qashig'i mangan vaqtda Jalutning qo'shinini ko'rib bu oz odamlar, ya'ni sinoqlardan o'tgan odamlar la taqata lana al-yawm bi Jaluta va junudi. Bugun biz mavlaga nim turolmaydi ekanmiz, tang turolmaydi ekanmiz, bularga tang kelolmaydi ekanmiz. Bu ifoda yani.
Ama yani muşlarning işte bu Allah'ның haqiqiy manhajini tunib yetgan. G'alba va mag'lubiyatninki sonning ko'pligi, ozligi, tayyorlikning ko'p ozligi bilan emas, balki butun qo'lidan keladigan imkoniyatning hammani hozirlab qo'ygandan keyin Alloh tarafidan keladiganligiga ishongan kishilar qanday ifoda bildirdi shu yerda? Yani shu 249-oyat sura Baqaraninki kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Nurg'un az, sani az, tayyorlik az, qurollar az gruppalar, ashta son jihati ko'p, tayyorlik jihati ko'p gruppalarning ustidan Allohning izni bilan g'alaba qilgan ahvol bor. Degan ishonch bilan jangga kirdi, amaliyat qanday bo'ldi? Fahazamuhum bi'idnillah. Allohning izni bilan bular qanday qildi? Ularni mag'lub qildi. Ya'ni yuqorqi Banu İsrailning hikoyasidan biz qissasidan nima oldik desa, nima oldik? Mu'min sap o'zi yashayotgan jamiyatdagi dunyodagi fasodchilik, chiriklik, buzg'unchilikning oldini olish uchun va buningdan manfaatlanayotgan bir guruh kishilarningki ular hujum qilishdan saqlanish va ularni yo'q qilish uchun har zaman tayyorlik asosida bo'lish kerak. Bu tayyorlik moddiy tayyorlik va ma'naviy tayyorlik asosida bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo yuqorqi qissa orqali imtihon sinoqlar va bu imtihon sinoqlardan tanlanish nimalari, bosqichlari bularni bizga tafsili tushuntiradi. Chunki bayat az ilgari deb o'tganimdek, gap qilgan vaqtda masala boshqa bo'ladi. Yani nazriya vaqtida masala boshqa bo'ladi. Her adamның tutgan pozitsiyasi boshqa bo'ladi, bildirgan ifodasi boshqa bo'ladi. Amaliyatga kelgan vaqtida tamamen o'xshamaydigan bir so'z, o'xshamaydigan bir mavqa, o'xshamaydigan bir nazriya, yani nima o'rtaga chiqadi, ifoda o'rtaga qanaqa qiladi, chiqadi. Halbuki Alloh subhanahu va taolo zaminni imtihon dunyosi qilib yaratdi. Zamindagi butun ishlarini Alloh mu'minlar orqali, haqiqiy mu'minlar orqali qiladiki, qatiluhum yu'azzibhumulloh biaydikum. Ular bilan urush qilinglar, Alloh ularni sizlarning qo'linglar bilan azoblaydi. Yana Alloh bir qavmni halok qilmoqchi bo'lsa, zaminda imtihon dunyosi bu. O'ziga haqiqiy ishongan, o'zining manhajini tamsil qilayotgan haqiqiy mu'minlar bilan ularni vayron qiladi. Sura Tavbaninki nechinchi oyati? 14-oyat. Ya'ni hamda o'zimizning oyatiga kelsak, bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga shunday bir ushurni berdi. Har doim hozirlik asosida bo'l va shuningga tayyor turki, ehtiyoj tug'ilib qolsa, guruhga bo'linib qo'zg'alinglar, chiqinglar va ehtiyoj tug'ilib qolsa, hamma bilan umumiy safarbarlik bir shaklda chiqishga hozir bo'linglar deydi. Alloh subhanahu va taolo bu orqali bizni ching'ityotdi. Undan keyin bizga imonat kuchi beryotdi. Oyatning oxirisi va qarindoshlar, oyatning 71-oyat. 72-oyatda bu imonat kuchini, bizga beryotgan imonatni bilamiz hammalar, badandagi kasalga qarshi turadigan, inson badanidagi yetilgan kuch. Bizning mushu kuchimizni oshirib da'vatidiki va inna minkum lamal la yubatti anna fa in asabatkum musibatun qalu qad an'ama Allahu alayya id lam akun ma'ahum shahida. Alloh bizga oldin ola xabar beryapti. Bilib qol, esiningda bo'lsin. Xabaringlarda bo'lsin. Aranglarda shunda bir odamlar bor. Aranglarda shunda odamlar borki, kechikadi. Keyniga tortadi. Eg'izdagi gap bilan amaliyat o'xshamaydi. Amaliy jangga amaliy urush chiqadigan vaqtda bir bahona sababini ko'rsatib keyniga chekinadi. Ki agar sizlarga musibat yetib mag'lub bo'lib qolsanglar, bir mushaqqat kelib qolsa, bular deydiki, Alloh menga inom qilibdi ekan, Xudoyim saqlabdi ekan, Uyg'urcha desak, Xudoyim saqlabdi ekan, men bo'lmabdi ekanman, izlam akum ma'ahum shahida. Mana shu vaqtda mening bo'lsam qitilmabdi ekanman, mening bo'lsa bilib bormabdi ekanman, bo'lmasa bu chaqqa o'lgan bir yerda qolar ekan, mahil shakldagi insonlar bo'ladi, aranglarda davatidi. Tabiiyki Sura Tavbaning 37-oyatida tilga ilinadiq bu masala. Malakum iza qila lakum infiru fi sabilillahi yathaqaltum ila al-ard. Nima bo'ldi sizlarga? Alloh yo'lda chiqinglar, qo'zg'alinglar deyilsa, asta keyninglarga qanday qilib olasizlar? Chekinib olasizlar. Keyninglarga tortib olasizlar.
Kendinlarga qanaq olasizlar, tatib olasizlar. Esingizda bo'lsin, bu xildagi insonlar o'zi chekinib ham bo'ldi qilmaydi. Balkim boshqalarni mu chekindirishga urinib uchun yolg'iz qilishni xohlamaydi bular. Xuddi Rasulullohning davridagi Abdullah ibn Ubaydek. Aranglarda başta bir insonlar olur. Bu nima uchun Alloh buni deydi bizga desa, vaqt kelganida bizga salbiy ta'sir qilmaslik uchun. Buni oldin ola bilishimiz uchun. Bayat imoni dedim ya, imoni uchun badaniga vaksina uriladi. Vaksina degan nima odatda? Hammadan tushunimiz, badanda yuz berish ehtimoli bo'lgan kasaldan badanga ta'sir qilmoqdek darajada olib badanga soladi. Kasal soladi juma. Vaksina degan asli kasal. Va bu kasal badanda tug'an muddatda badanimizda mushu kasalga qarshi kuch to'planadi-da, a kasalning cho'ng kelgan vaqtda insonni yiqitmaydi. O kasalga taqobil tura oladi. Alloh subhanahu va taolo oramizda mashta kishilarning baliqini dish orqali ig'izda yuvan gap qiladigan amaliy jangga chaqirilgan vaqtida, "Voy bizga jihad qilsak qildi, jihad qilsak qildi, jangga chiqsak qildi, ursak qildi" deydigan amaliy maydonga kelgan vaqtda bir bahona sababini ko'rsatib, keyniga chekinib oladigan bir odamning baliqini dish orqali bizni shuningga hozirlik ko'ringlar demoqchi. Sanni shuningga qarta hisoblanglar. O odamni sanni qatoga olib qo'yib, shu bo'yicha hisobni qilib, vaqti kelib bu odamni keyniga chekinib olgan vaqtda butun plan buzilmasin. Plan mushu bo'yicha bo'lsin. Ko'ngilingizda mushu odamlar qilib qoladiganligi aniq olsin. Bu odamlar qilib qilishdan boshqa bularning eng cho'ng alohidliklaridan, alomatlaridan birisi shuni jang deganda g'alaba bo'ladi, mag'lubiyat bo'ladi. Mag'lub bo'lib musulmon tarafdagilar, mu'min safdagilar favqulodda shahid bo'lib ketadigan ahvollar ko'rilgan vaqtda bular buningga nisbatan hanim bo'lsa, bo'lmabdi ekanmi, ashi jangda bo'lgan bo'lsam, men mushular bilan birga o'lib ketay ekanman deydigan bir ifoda bilan o'zini qanday qiladi, oshkorlaydi bular. Ammo aksi ahvol yuz bersa, ya'ni mu'min qo'shin musulmonlar g'alaba qilib kelsa desa, "Va la in asqabakum fadlun minalloh la yaqulanna ka'an lam takum baynakum va baynahu mawadda ya laytani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima." Agar sizlarga Allohning fazli marhamati yetib jangda g'alaba qilib kelsanglar, nima deydi? Xuddi sizlar bilan uning orasida hech bir mawadda, do'stlik bo'lmagandek, kashki men ular bilan birga bo'lsam, chu men mashta bir g'albalarga erishsam, chu mashta bir nimalarga, sharaflarga erishsam, mashta bir g'animatlarga qanday qilsam, erishsam chu deydi. Oyatga qarasanglar, agar sizlarga Allohdan bir fazl rahmat yetsa, sizlar bilan ularning orasida hech bir do'stlik yo'q tikidek ifodasi qatliqliqmayadi-chu. Bu ifoda nimani ifodalaydi desanglar, bularning xiyoli sizlar emas. Ma qarindoshlarim jangga chiqib ekan, birga chiqsam-chu emas. O sizlar ularning nazarida yo'q, ularning hisoboti yo'q. Agar sizlar uning hisobotida bo'lgan bo'lsanglar, herkes mag'lubiyat kuchug'a vaqtda hanim bo'lsa bo'lmabdi ekanman demaydi. Ya'ni musulmonlar g'alaba qilgan vaqtda bularningki nadomat chiqishi, voy isib men chiqsam bo'lsam deyishi faqat buning kuzi shon sharafda va g'animatda. Bularning gipi ashularning kuzning shon sharafga tushganligi va g'animatga tushganligining ifodasiki qandaqdir sizlarni o'ylamoqlik bo'lar. Maqrindoshlarim bilan qo'l tutsam, bir saf tutgan bo'lsam, haga olgan bo'lsam, birga jang qilgan bo'lsam emas. Sizlar istim yo'q. Sizlar uning hisobotida yo'q. Bular faqat bularning ko'zi bayatni deganimizdek g'animatda, shu g'animatga erishish, shon sharafga erishish uchun davotgan pushmon. Agar bo'lmaganda deganimizdek ilgirki oyatdagidek mag'lubiyat yetgan vaqtda hanim bo'lmabdi ekanman, bo'lib qolgan bo'lsam, men shu ekanman deydigan ma shaklli gapni qanday qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu xil tipdagi kishilarni bizga oldin oladi ish orqali har zaman sifimizni pokizlash. Bu xil tipdagi kishilarning biradigan salbiy inkosiga qarata hozirlikda bo'lish uchun bizni qanday qiladi, kuchlantiradi. Ya'ni bizga
immunit kuchimizni vaksina urwatıdı yani. İmmunit kuchimizni qanday qilishni oshirish uchun. Ilgirki oyat va bu oyatga diqqat qilganinglarda Alloh subhanahu va taolo bizni ichki va tashqi besimlarga, hujumlarga teng hozirlik ko'rishimizni Alloh talab qilyapti. Tashqi dushmanga qarata o'ziga loyiq bir shaklda hozirlik qilamiz. Ichki dushmanlar tabiiyki dushman degil olmaydi aramızda olan, ammo ishimizdagi bizga salbiy ta'sir qiladigan, bizning ishlarimizni to'sal bo'ladigan kishilarga qarata ularga bir hisobot qo'yishimizni Alloh subhanahu va taolo oyatda talab qilyapti. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz mushada to'xtadi. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda kurashganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.